Hozir prezentatsiyani qo'ygansiz. Integratsiya. Yevropaga borib yurgan keldi. Haqiqiy ichidan ko'ra mavzuda islohot ishlaydi. O'zbekiston bergan. Xo'p, keyingi navbatni bitiruvchimiz Hamidov Suhrob Avazog'liga beramiz. Men bitirma ekanlik mavzusi Ukraina inqirozining Yevropa integratsiyasiga ta'siri. Bitirma ekanlik ilmiy rahbarligi siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori, dotsent va Jahongir Akramovlar. Marhamat. Mavzu Ukraina inqirozining Yevropa integratsiyasiga ta'siri bo'lib, bu mavzu juda dolzarb bugungi kunda va bir qancha savollarimiz undan to'g'rilgandi va mavzuni o'rganishda uchta bo'lgan foydalanib, birinchi javob Yevropa ittifoqi integratsiyasini o'z umumiy nazariy asoslari va urushda nima uchun bu urush kelib chiqdi degan savolga javob berishga harakat qilyapman. Ikkinchi javobda esa Ukraina inqirozi sharoitida Yevropa ittifoqi qanaqa o'zgardi, qanaqa qiyinchiliklarga duch keldi degan savollarga javob berishga harakat qildim. Uchinchi bu asosan o'sha kelajakdagi ssenariylarga va Markaziy Osiyo uchun bu urush, bu inqirozni qanaqa ahamiyat bo'ladi, Ukraina mojarosi Markaziy Osiyoga qanaqa ta'sir qildi degan savollarga javob topishga harakat qildim. Demak, ishda asosan qo'llanilgan adabiyotlar Erik Ringmar degan olimni o'sha Identity, Interest in Action degan kitobidan o'sha nazariyatdan foydalanib bundan tashqari o'sha Kopenhagen maktabi Wilhelm Weber degan olimlarni xavfsizlik nazariyalaridan foydalanib, bundan tashqari realistik olim, neorealist olim John Merseymanni The False Promise of International Institutions degan ilmiy asarlarda ishlaridan foydalandi. Endi bularni umuman nima uchun tanlab oldim degan savol bor. Chunki bu urushni ko'pchilik geosiyosiy nuqtai nazardan tahlil qiladi. Men identitlik nuqtai nazaridan tahlil qilib yondashishga harakat qildim va urushni asosan keltirib chiqaradigan savollardan biri ham bugungi kunda identitet inqirozi desak mubolag'a bo'lmaydi. Eng asosiy olgan olim o'sha Erik Ringmar bo'ldi. Bunda Ringmar urushni o'yinlarga o'xshatib tasvirlaydi. Ya'ni oddiygina inson biror bir o'yinda ishtirok etishi uchun shunchaki u g'alaba qozonish uchun o'ynamaydi. Ya'ni jarayon o'zi muhim, o'yin jarayonini o'zi muhim. Chunki o'yin jarayoni uni kim ekanligini ochib isbotlab beradi. Ya'ni jarayon o'zida qatnashish muhim. Shuning uchun bu urushlarga o'tkazgan shu nazariyasini, ya'ni davlatlar ham shunga harakat qiladi. Xalqaro munosabatlarda o'zining kimligini isbotlash uchun xalqaro munosabatlarda aktiv sifatida ishtirok etadi degan shu nazariyalar, identitetligini himoya qilib ishtirok etadi degan nazariyalar bor. Va buni Ukraina inqirozi misolida tushirishimiz mumkin. Ya'ni Ukraina bugun o'zini suverenitetini, identitetligini himoya qilib urushda qatnashyapti. Rossiya ham o'zining geosiyosiy identitetligini himoya qilib, ya'ni bu yerda geografik determinizm ham rol o'ynaydi, lekin baribir Rossiyaning o'zini siyosiy identitetligiga qaraydigan bo'lsak, doimiy Yevropadan xavf tutadi va geografik nuqtai nazaridan o'zini qanaqa his qilish nuqtai nazaridan ham Rossiya bugungi kunda shu urushga kirgan. Bu g'arb olimlarini bitta nazariyasi. Endi o'sha tadqiqotni obyektga kiritmaydi. Masalan, ya'ni Ukraina sharoitida Yevropa ittifoqida kechayotgan integratsiya jarayonlari, shuningdek xavfsizlik, tashqi siyosat institutsiyalari boshqaruvi va Yevropa ittifoqining o'zining geosiyosiy aktor sifatida anglashdagi o'zgarishlarni tadqiqot uchun obyekt sifatida oldim. Predmet esa Yevropa integratsiyasi, xavfsizlik, energetika, kimyo siyosati
va o'zining geosiyosiy identiklik nuqtai nazaridan qanaqa his qilyapti bugun Yevropa, qanaqa o'zgarishlarga uchraydi, ya'ni Ukraina inqirozidan keyin tasdiqlovchi maqsadi Yevropa integratsiyasida o'sha Ukraina ta'sirini faqat siyosiy amaliy jarayon sifatida emas, balki Yevropaning o'zini qayta anglash jarayoni sifatida baholash va ilmiy yangilik asosan identitet nuqtai nazaridan olishga harakat qildi. Bu yerda o'sha byudjet, qaror qabul qilish, energetika masalalari ham yoritilgan. Birinchi javob asosan shu Yevropa Ittifoqi integratsiyasi hamda Ukraina inqirozi shakllanish tadqiqot nazariya asoslariga bag'ishlandi. Ya'ni bugungi kunda Yevropa Ittifoqini tushuntirib berish, Yevropa integratsiyasini tushuntirib berishi neofunksiyonalizm va intergovernmentalizm kabi shu nazariya asoslari bor. O'sha integratsiya shu funksiyani bir-birini o'zi spillover, ya'ni o'zini o'zi kengaytirib ketadi degan nazariya neofunksiyonalizmga uchadi. Ikkinchisi intergovernmentalizm, bunda davlatlar bir-biri bilan hamkorlik orqali integratsiya kengayadi degan nazariya bor. Undan tashqari Ukraina inqirozi Yevropaga biz o'zi kimmiz va biz nimani himoya qilamiz, bizni boshqalardan nima ajratib turadi degan savollarni qayta qo'ydi. Bugun Yevropa o'zini kimni his qilyapti degan savolni aynan o'sha nazariya xulosaga oldi. Undan tashqari o'sha birinchi javob yana Ukraina inqirozini dastlabki bosqichlarga qaratildi. 2014-yil 14-2022-yildan keyin planlanadi. Bu zamonaviy davrdagi Ukraina inqirozini boshlanish nuqtasi. Lekin Rossiya-Ukraina mojarosi bu 20-asrda paydo bo'lib qolgan mojaro emas. Bu tarixan shakllangan geosiyosiy mojaro sifatida ko'rishimiz mumkin. Bunda biz ko'rishimiz mumkin Rossiyaning asosiy manfaati bu yerda, ya'ni urush mavjud etishi deganda hozir g'arb olimlari nazariy yondashuvlarni ko'rgan bo'lsak, endi Rossiya tomonidan yondashib ko'radigan bo'lsak, Rossiya bu yerda asosan o'sha Qora dengiz, ya'ni Qrimga chiqishi uchun bu urushda hozir 2022-yilda keng ko'lamli urush boshladi desak bo'ladi. Chunki 2014-yilda Rossiya Qrimni anneksiya qilgan, ungacha ham Ukrainadagi hukumat bilan o'sha Rossiya o'rtasida Qrim masalasida bir qancha mojarolar bo'lgan. Masalan, AQSh yoki NATO o'zini odamni qo'ygan, keyin Rossiya o'zini odamni qo'ygan Ukraina hukumatiga shu jarayonda 2014-yilda Rossiya Qrimni olishgacha bordi va urush shu joyda sal to'xtab turdi. Undan keyin 2022-yilda ya'ni insident, ya'ni eskalatsiya holati yuzaga kelib, bu yerda Rossiyaning asosiy geosiyosiy manfaati urushdan Qrimgacha bo'lgan yo'lni qurish. Ya'ni bu yoqda Rossiya chegarasi, Qrim esa Qora dengizda o'sha Ukraina ajralib tursa, Rossiyaga hech bormaydi. Rossiya geosiyosiy maqsadi mana shu 4 ta hududni egallagan holatda Qrimgacha bo'lgan yo'lni berish. Bu Rossiya tomonidan o'sha geosiyosiy davlat sifatida ko'rishimiz mumkin. Endi ishning ikkinchi javobi asosan Yevropa nimani o'zgartirdi, qanaqa o'zgarishlar yuzaga keldi Yevropada, ichki siyosiy o'zgarishlar, strategik uyg'onishi va undan tashqari bugun armiyani qayta qurishi, o'zini strategiyalarni amalga oshirishi, undan tashqari qaror qabul qilish mexanizmlarini o'zgartirish kerakligi Yevropa uchun tushunarli bo'lib qoldi bu urushdan keyin. Uchinchi javob asosan o'sha inqirozdan keyingi o'sha integratsiyani ssenariylariga bag'ishladi. Bu ssenariylarda asosan nima ko'rinadi? Endi o'sha ssenariyni ko'rib chiqdim. Birinchisi, bu urushdan keyin Yevropa Ittifoqi integratsiyalashadi. Ya'ni bu integratsion jarayon realizm talqiniga ko'ra Rossiyaga qarshi kuchlar muvozanatini qurishda asosiy o'rinda turadi. Ya'ni realizm nuqtai nazaridan integratsion birlashuv bo'ladi. Bu Rossiyaga qarshi Rossiyani tiyib turish uchun. Ikkinchisi, liberal institutsionalizmga ko'ra NATO va Yevropa Ittifoqi bir-biri bilan kelishadi va mustahkam institutlar tizimini yaratadi. Va uchinchi ssenariy konstruktivizm. Yevropaning siyosiy identitar nuqtai nazaridan bu urush qayta quradi. Ya'ni keyingi ssenariylar mana shu oqimda ketishi mumkin. Undan tashqari uzoq muddatli kulrang zonaga tushib qolishi mumkin Ukraina. Ya'ni bu yerda na urush, na tinchlik holati hukm bo'ladi. Doimiy nima deydi, urushga yaqin bir holatda tugamaydi, lekin uzatiladi. Bu kulrang zona, grey zona sifatida ko'rish mumkin. Undan tashqari shu Yevropani bo'lib ketish ehtimoli ham mavjud. Ya'ni bu yerda strategik charchoq atamasi bor. Crowley va Nixon degan olimlar buni o'sha liberal tide deydi. Ya'ni
Yevropani o'zida ichki bo'linish, ichki muammolar bor. Ya'ni bu yerda veto, kengayish, Yevropani o'zida populizm kabi muammolar Yevropani bo'lib borishi mumkin degan qarashlar bor. Xulosa qismiga o'tadigan bo'lsak, endi Markaziy Osiyoga ozgincha to'xtalgan prezentatsiyada bu yerda Markaziy Osiyo uchun Yevropa integratsiyasi namuna bo'la oladimi degan savolga javob berib o'tishga harakat qildim. Va Ukraina inqilobi qanaqa ta'sir qildi Markaziy Osiyo manfaatlari nima degan savollar. Va xulosada asosan uchrashuvning xulosasi bu yerda Yevropani xavfsizlik va geosiyosiy nuqtai nazaridan burilishi. Bu urush Yevropani geosiyosiy uyg'otdi desak bo'ladi. Hozir Yevropa o'zini xavfsizlik nuqtai nazaridan qayta qurish islohotlarini boshladi, garchi kech bo'lsa ham. Undan tashqari suverenlik, identiklik va tanlov. Yevropa o'zini bu inqiroz uchta subyektni, Yevropa Ittifoqi, Ukraina va Rossiyani identitar yuzini ochib berdi desak bo'ladi. Identiklik nuqtai nazaridan bu urush ochib berdi. Keyingisi uchinchi Yevropa Ittifoqi uchun strategik yetuklik tanlovi. Ya'ni bu yerda Yevropa Ittifoqi o'zi Ukraina masalasida Ukrainani qabul qilishga tayyormi degan masala bor. Ya'ni kengayishga Yevropani o'zi tayyormi degan savollarni ham butun kun tartibiga bu urush ochib qo'ydi va xulosalarim aynan shundan iborat. Rahmat. Endi Savollarga so'ramiz. savollarga o'tamiz. Boshqa savol bormi? Bugun haqiqatda Yevropa davlatlari Ukrainaga achinganidan yoki unga yordam berish motivlari asosida integratsiyalashyaptimi? Yoki bu qandaydir bir boshqa bir institutsional faktor, ya'ni NATOning ta'siri, NATOning sharqqa qarab kengayishi singari umumiy olganda konsepsiyalar asosida integratsiyalashyaptimi? Mana shu masalaga bitta shu savolga javob bering. Integratsiya qilyapti. Endi mani fikrimcha bu yerda yiliroq institutsional sabab bor, ya'ni bu yerda xavfsizlik masalasi birinchi o'rinda turadi. Integratsiyaning asosiy sababi o'sha NATOning bu yerda xavfsizlik nazaridan ta'siri. O'zi umuman Ukraina Yevropaga qo'shilish, Yevropa integratsiya masalasi Yevropa uchun katta so'roq. Chunki 2022-yildan keyingi davrda Ukraina oddiygina qishloq xo'jaligi eksportini 30%ni Yevropaga o'tkazganida, Yevropa davlatlari u yerda o'sha iqtisodiy inqiroz holatigacha savdo-so'qishma holatiga kelib qoladigan darajada strat olganda. Ya'ni Ukraina bugun Yevropani o'zi Ukraina qabul qilishga tayyor emas. Ya'ni integratsiya bu yerda shunchaki Ukraina bizni tegishli hudud sifatida emas, ya'ni NATO xavfsizlik nuqtai nazaridan institutsional ta'siri bor. Oxirida yozib qoldik, yakuniy xulosa. Ketayotgan savolga javob berdi. Ukrainaning qarori Yevropa Ittifoqining navbatdagi kengayish emas, balki taxminan javob bo'lishi mumkin. Hozir javoblaringizdan ko'rish ko'proq Ukraina qarorisiga va Yevropa Ittifoqi integratsiyasini asosiy nazariy jihatlarga o'tkazdi. Ammo nazariy bilan amaliyot bir noromlik bo'lmaydi. Shuning uchun hozir bu narsani eshitmoqchiman. Aynan qanday bu integratsiyaga ta'sir ko'rsatadi? Integratsiya qaysi bosqichda va bunday bosqichga chiqadi bu Ukraina qaroridan? Bu savol javobini o'zining integratsiyani umumiy uchta bosqichi bor. Birinchi umumiy Yevropa qaysi bosqichda va Ukraina qaroridan keyin qanday ta'sir qiladiki, yo bosqichga chiqadi, yo chekadi. Qancha o'sish ekanligini ko'rib, keyin ssenariysini hozir Yevropa Ukraina integratsiyasida institutsional bosqichda deb bilaman. O'zi integratsiya uchta bosqichi regional, mafkuraviy va institutsional bosqich. Hozir Yevropa Ittifoqi eng yuqoridagi institutsional bosqichda va keyingi institutsional qabul qilish bosqichida. Ya'ni o'zi umuman Yevropa Ittifoqi faqat Ukraina, balki boshqa kengayish strukturalar, boshqa kengayish strategiyalarda boshqa davlatlarni qabul qilishga tayyormi degan savol o'zi Yevropani integratsiyadan so'roq ostida turibdi bugun. Va Yevropa Ukraina integratsiyasi bugungi bosqichi integratsiya tuzilma shakllanib bo'lgan, konstitutsiya holiga keladigan shartnomalar bor. Masalan, shartnomasi Lisabon shartnomasidan
xavfsizlik masalalari Ukrainadan keyin qanday bo'ladi? Mana shu xavfsizlik masalalari Yevropa tushunib yetdi. Ukraina inqirozidan keyin ayniqsa xavfsizlik masalalari o'zini qo'lda emas Yevropani. Ya'ni bu yerda AQSh va NATO Yevropa xavfsizlik strategiyalarini belgilab beruvchi ikkita katta geosiyosiy akt va Yevropa tushunib yetdiki, Ukraina inqirozida Yevropa o'zi ham xavfsizlik nuqtai nazaridan qayta uyg'onishi kerak va shu 2022-yilda Chexiyani Praga davlat universitetida Olshovni so'zlagan edi va Yevropa armiyasi Germaniya armiyasi 2030-yilgacha Yevropani ikki armiyasiga aylantirish masalasi. Undan tashqari Nikolas Starkni bir qancha Start degan o'lim o'zining strategiyalarida European Defense Industrial Strategy degan harbiy nuqtai nazardan qayta uyg'onish maqolani qo'llash boshladi, lekin bu jarayon menimcha xavfsizlik nuqtai nazaridan qayta uyg'onishi biroz vaqt oladi, chunki bu yerda yirik institutsional bo'shliq qolib ketgan xavfsizlik nuqtai nazaridan. Chunki Yevropa shu paytgacha o'zini faqat liberal dunyoni bir davomchi sifatida, ya'ni demokratiya, liberalizm huquqlarini himoya qiluvchi aktyor sifatida namoyon qilib kelish paytgacha. Lekin xavfsizlik nuqtai nazaridan savollari doim ochiq qolardi va bu savollarni NATO va AQSh yopib turardi. Lekin 2022-yilda keng ko'lamli urush bu savollarni Yevropa uchun qayta anglatib, qayta ma'nolantirdi desak bo'ladi. Va endi Yevropa xavfsizlik institutsional xavfsizlik nuqtai nazaridan qayta qurishni boshladi shu Ukraina inqirozidan keyin. Ma'qul qolsaman javob qilaman. Mana hozir hammani o'ylantirayotgan savol Ukraina inqirozi qachon tugaydi yoki bunga qanday shartlar asosida Rossiya urushni yakunlashi mumkin. Bu bo'yicha Men fikrimcha bu yerda baribir prognozdan qaysi muddatda geosiyosat nuqtai nazaridan o'zi superpower, ya'ni baribir harbiy nuqtai nazaridan kuchli davlatlar umuman geosiyosatni belgilab beradi. Bu yerda masalan AQSh bir tomondan, ikkinchi tomondan Rossiya bu Ukraina inqirozini tugashini menimcha belgilab beruvchi hozirgi aktyor. Yevropa bunga xohlagan aralashmaydi va keyingi menimcha Ukraina inqirozi qachon tugaydi? Mana shu to'rtta hudud Rossiya tomonidan egallanganidan keyin to'liq masalan Rossiya Qora dengizdagi quruqlik orqali chiqib olish imkoniyatiga ega bo'lganidan keyin Ukraina inqirozi tugaydi. Ya'ni hamma shunga rozi bo'lsa bu inqiroz tugaydi menimcha. Hozirgi vaqtida muhim punkti, ya'ni eskalatsiya vaqti bu yoqini to'g'ri mojaro davom etadi. Qanday qismi tugaydi? muhim jihati fikrimcha fikrim yondashuvni oxirgi savol dedik. Hozir So'qov ta'kidlab o'tdingiz, Yevropa Ittifoqida Ukrainaga qaror qilish tizimlariga ta'sir o'tkazildi. Siz bilan Yevropaga keldingiz, qabul 55-65 va blocking minority bor. Shularga nima o'zgarish ketdi? 55-65 nima o'zgardi? 4+35 nima o'zgardi? Qaror qabul qilishni o'zgartirdingizmi? Qaysi qismi o'zgardi? Aniq ko'rsatsangiz. Qaror qabul qilish o'zgarish kerakligini menimcha anglab yetdi. Hali men u yerda Yevropada ham shu masalani o'sha xalqaro munosabatlar degan mavzu ko'tarildi. Yevropa professorlarining o'zi ham, talabalarning o'zi ham bu masala hali ham muammoligini ta'kidlab o'tyapti. Ya'ni bu o'zgarmagan hali qaror qabul qilish mexanizmlari, ya'ni inqiroz vaziyatlarga o'zini tezkor javobini bera olish mexanizmi aynan qaror qabul qilish joyidan kelib chiqadi. Ya'ni o'sha ko'pchilik ovozda, masalan, Vengriya misoli bunga yaqin misol. Masalan, Vengriya veto qo'ysa, bu qaror ancha cho'zilib ketishi mumkin. Va shu masala kengayishgan tartibda ketadi. Ya'ni kengayishi bugungi kunda Yevropaning muammosi va bu hali hal qilinmagan masala sifatida turibdi Yevropa integratsiyasi. Lekin Yevropa buni anglab yetdi. Institutsional jihatdan hali o'zgarishlar kiritilgani yo'q. Juda uzoq davom etgan. Chunki 55% aholi davlat 15 yilda degan. 65% degani Yevropani 500 million aholisi yuqori bo'lsa, 300 million aholi ovoz berish kerak degani. Juda ham jarayonlar uzoqqa cho'zib boradi. Chunki Yevropada katta muammolar bor. Ukrainaga mablag' ajratish masalalari ham Vengriya va boshqa davlatlar to'sib qo'ygan. Lekin hozir Mariya o'tgan yilga ma'lum.
protsess etyapmiz. Yo protsess bo'ldi, yo o'zasiz to'sqinlikda hozir ochildi. Bu jarayonlar voqea bo'lmagan. Voqea bo'ldi. Sizga rahbar so'z bergani gapiraman. Bu xalqaro sudda tartib o'tib Odamlar nima qildik? Shamanlarga qizish Bo'ldimi? Savollar yetarli Yetarli, bo'ldimi? yetarli. Boshqa savol yo'q, ha? Yo'q. Unda e'lon Endi ilmiy rahbar Sefarlar bo'yicha favqulodda dotsent Jahongir Akramovga so'z bersak, ilmiy xulosasini ijobiy bergan, lekin marhamat. Xo'p, umuman bitta holat borki, bu mavzuni o'zi tanladi. Ko'pchilik bo'ladi, ustoz qaysi mavzular ekan degan fikr bilan keladi, lekin suhbatning o'zi ustoz mana shu mavzu bo'yicha ishlamoqchiman. Shu mavzuda olib bormoqchiman, chunki qiziqdim identiklik masalasiga va bu urushning kelib chiqishiga degan fikrni o'sha 3-kursdan beri o'zi shu g'oyasi bor edi. Bunda ya'ni bu xalqaro munosabatlar sohasidagi o'sha mutaxassislarga xos bo'lgan, hech kim mutaxassislarga xos bo'lgan, o'ziga xos ilmiy qiziqishlar oladi. Chunki yana bo'ldi, ish bitdi, men diplom oldim, ishim bitdi deb o'ylayapman emas, balki haqiqiy o'ziga xos shu sohani olib ketish mumkin bo'lgan soha. Ikkinchi o'rganishimiz mumkinki, buni masalan Ukraina mojarosiga nisbatan geografik jihatdan eng yaqini ham shu keldi. Biz kitob o'qishimiz mumkin, boshqa qilishimiz mumkin, tahlil qilishimiz mumkin, lekin Slovakiyaga bordi. Slovakiya bo'lsa Ukrainaga bir qadam va o'sha yerdagi o'sha Yevropadagi insonlarni, Yevropa ittifoqidagi olimlar, Yevropa ittifoqidagi insonlarning o'zi bilan, ya'ni mavzuning ichidan ham kelib chiqqanligi bu ham o'ziga yarasha mavzu dolzarbligini va ilmiy ahamiyatini oshirdi deb o'ylayman. To'g'ri, albatta bu bitiruv malakali ish. Bu dastlabki qadam, lekin sifat ko'rsatkichlari bo'yicha nisbatan ancha oldinga qadam qo'ydi deb o'ylayman va o'zi borib kelishidan o'zi ham baribir musofir bo'luvchi musulmon bo'lmaysan deydi-yu, mana Londonga chiqqandan keyin odam o'zgaradi-ku. Masalan, bu ham Bratislavaga borgandan keyin ham Suqrot o'ziligini topdi-da. Ya'ni chetiga chiqqandan keyin u man butunlay boshqacha qarar ekanman, ustoz. Men Yevropani angladim va asosan shu mavzuni angladim. Ya'ni identiklik masalasi va ijobiy emas, balki a'lo baholayman. Va buni ham birgalikda boshqa a'zolarni ham ijobiy a'lo darajada baholashlarini kutib qolaman. Rahmat. Xo'p, endi ikki tadqiqotchilarga so'z beradigan bo'lsak, kafedramiz dotsenti, siyosiy fanlar nomzodi Shoishnoma Akmal ikki tadqiqotchilar Jahongir qaysi ma'noda mana bitta mushkulini yechish yordamlashmoqdalar. O'zlari shartlarida. Bir kunlik yo'qolganda olib kelib, siz mani taqdirsiz ekansiz deb ondan darsa tushganda deb mana qildi. O'qidim deb buni kamida endi magistr dissertatsiyasi bo'lishi kerak. Mazmuni, ma'nosi, hajmi deb turib yaxshi niyat qildim. Keyin kafedramizdagi mulozimlardan bittasidan so'rasam, mana qayerga yozilgan, yoshiga, nimasiga bu fikrlar nimalar desam, mana bo'ladi, shunaqa texnik tomonlari ham bor. Haligi vazifa bersangiz, haqingizgacha chiqarib beradi. Faqat javohir ish qolgan deganda hazil uzun gap bo'ldi. Buni aytmoqchi bo'lganimki, o'zlar bilan gaplashgan nima sekin gap borasini so'rasam, men yo'da boshlaganman degan bir gap aytilsam, to'g'ri pastga tortdi. Jahongir aytgan gaplari mana shu tanladi deb hozirgi paytda aytayotgan, o'tmish aytayotgan gap unday emas. Agar men o'tirgan aksariyat professor o'qituvchilar qatori bu gruppaga kirmay dars bermaganimda, jumladan talabani bilmaganimda boshqa shu tariqa borgan bo'lardim. Eplaganman. Eng muhimi baza bor. O'zlarining bazalari, so'rayotgan ustozlarning mehnati va o'sha borganlar ham qaysi bir ma'noda ta'sir qilgan. Tezlik bilan shoshilinch bo'lsa, lekin bu o'qiganda tushunadigan, maza qiladigan bir ilmiy ish bor. Buni ko'rsatib o'tdik. Tavsiya qilgan faqat muvaffaqiyat tilab qoladi. Tadqiqotchimizga O'zbekiston Milliy universiteti siyosatshunos kafedrasi siyosiy fanlar nomzodi dotsent Adil Umarov o'zini ijobiy xulosasini taqdimini berganlar va ishni himoyaga tavsiya etganlar. Rahmat. Endi texnik jihatiga biroz to'xtalib o'tadigan bo'lsak, kecha bu yoq bilan ham 9 gacha ishlaganmiz birgalikda.
muammoli vaziyatlarni to'g'irlab ketgan, faqat imzo qo'ygani imkoniyat bo'lmaganligi uchun bugun kelib imzolar chiroyli qilib nima qildi. Adabiyotlar ro'yxati ham shakllantirishda ilmiy rahbarni nazorati ham bor shekilli, bilmayman. O'zbekistondagi komissiyalar hammasi kiritilgan, faqat bitta savolim bor. İşinizde O'zbekistonlik olimlarni ishidan foydalanganmisiz? Çünkü hamma ishlar ilmiy adabiyotlarda hammasi bir ikkitasini ko'rish mumkin, ular maqolalar qo'yilgan ekan. Qolgan hammasi o'sha xorijiy olimlarni maqolalari. Endi sizga tavsiyam shundan iborat, keyingi magistrlik ishlaringizda o'sha o'zbekistonlik olimlarni ham olib borgan ishlar. Chunki bu O'zbekistonga taalluqlidir albatta. Shuning uchun o'zbekistonlik olimlarni ham fikrlarini qo'shib qo'yasiz. Uchinchi paragrafda Markaziy Osiyo ta'siri ko'p chiqgan. Shunda o'zbek olimlaridan foydalanish kerak edi. Adabiyotlar ro'yxatiga qo'shish kerak edi. Ikkitadan uchta qo'shilgan. Farhod Tolipovda maqolasi bor ekan bitta. Ikkita maqolasi bor ekan. Bo'ldi, boshqa yo'q. Boshqa adabiyotlar qo'shilmagan. Rahmat. Lekin ikkinchi xatdan domla yakunlangan ish. Kecha 9gacha birga o'tirib yakunladik. Ishiga e'tibor berasizlar, bu narsaga hamma narsa bor va originallik darajasi maqolalari ham berilgan. Originallik darajasi 92%. Rahmat. Endi 99%. Marhamat, sizga so'nggi so'z o'rnida fikrlaringizni So'nggi so'z menga ikkinchi marta deb aytishim mumkin. Chunki birinchi martasi buni to'rayoldi fevralda oxirgida ayni mana shularni so'rab o'tgan Umumiy akademiya ustozlar bilan. O'shanda xayrlashayotgan paytim yuragim boshqacha bo'lib ketib, haligi unchalik his qilmagan bo'lsam, 2 kundan keyin biroz so'raladi. Birinchi kun o'zida nimadan voz kechdimiz va nimaga erishmoqchiman degan savollarni qayta qo'yishga majbur bo'ldim. Va oxirgi 4 oycha tushunib yetdimki, aynan bu akademiyadagi olgan bilimlarim, olgan ilmiy asosim, bergan so'zdan bergan ta'lim tarbiyasi ilmlari juda ham asqot bo'ldi. Ya'ni u yerdagi akademik diskussiyalarda ustozlar bilan muloqotda aynan bizni yondashuvlarimiz nisbatan baribir yangiroq va nazariy asoslaridan yoki amaliy nuqtai nazardan ancha yetukroq o'rgatilgan ekan bizga va o'sha fikrlar o'sha joyda diskussiyalar ancha yordam berdi. O'zim 4 yil o'qishimiz davomida dars bergan ustozlarga kattakon rahmat. Endi ulardan 4-yilda hayotimni o'zgartirgan manzilni shu yerda ayta olaman. Rahmat. onlaynda bor. Do'nginglar davom etyapti.